Otalarga bitta qarshi chalamiz. O'zingizni tanishtiring. Ismim Xolamin. Men 10-sinfman, Surxondaryodanman. Bu yerga shu yil o'qishga kelgandim. IT sohasi qiziqqanim uchun shu yerni tanlaganman. Undan oldin Surxondaryoda oddiy maktabda o'qigansiz. Ha, oddiy maktabda o'qiganman 9 yil. Bu yoqqa oilaviy ko'chib keldingizmi yoki o'qish uchun keldingizmi? Yo, o'zim o'qish uchun keldim. Bu yerda qayerda turasiz? Yotoqxonadami? Yotoqxonada turaman. Qiyin bo'lmayaptimi? Endi bo'ladi, siz. Kim pul to'layapti? Shu otam. Otalarga bitta qarshi chalamiz. Otalar bilasizmi, o'ta fidoyi va qurbon bo'lishadi biz uchun. Shuning uchun maqsadlaringizni ham shunaqangi katta qo'yingki, otangiz sizni otangiz etib faxrlansinlar. Otangiz nima ish bilan shug'ullanadi? Otam Islom akademiyasini tugatganlar. Hozir yuristika sohasida ishlaydilar. Zo'r. Ziyoli oilaning farzandi ekansiz. Oldingizga qanaqa maqsadlar qo'ydingiz? Oldinda hozir O'zbekistonda kiber xavfsizlik bo'yicha rivojlanishga harakat qilmoqchiman. Kiber xavfsizlik sohasida hozir juda ham kerakli soha hisoblanadi. Dunyo bo'ylab 3 millionga yaqin bo'sh joylari bor, o'rinlar bor. O'zbekistonni kiber xavfsizlik bo'yicha yanada rivojlantirmoqchiman va yuqori cho'qqilashga chiqarmoqchiman. Zo'r. Hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Hozir shu maqsad yo'lida IT sohasini o'rganyapman. Har xil saytlar, dasturlar yaratishni, ularni tizimini o'rganishga harakat qilyapman. O'rtoqlaringiz bormi? O'rtoqlarim yo'q hozircha. Nega o'rtoq tutmayman deysiz? Bir ikkita bor o'zim yaqin o'rtoqlarim kelganimdan beri yonimda. Nega unaqa sizda internetlik kuchli? Tanish bilish ko'p orttirmayapsiz maktab o'zida. Bilmadim endi sababini. Nega unaqa deyapman? Tasavvur qiling, ertaga ministr bo'ladigan odam siz yoningizda o'tiribdi masalan. Siz shunaqa imkoniyatni qo'ldan boy beryapsiz. Shuning uchun maslahatim nima desa, iloji boricha tanish bilish orttiring, do'stlarni orttiring shu guruhdan. Uydagilarga bizning nomimizdan salom deb qo'ying. Xudo xolasa, kutamiz sizdan startaplarni, katta startaplarni va summalarni. Agar buni sotadigan bo'lsangiz, zo'r bo'ladi. Rahmat.